Shakarsiz kolani shakarini o'lchab ko'ramizmi? Shakarsiz kola shirin-ku, qanaqasiga shakar bo'lmasligi mumkin deydi odamlar. Kelaylik buni hozir maxsus qurilmada tekshirib ko'ramiz. Shakarsiz kolada haqiqatan ham shakar yo'q. 0 gram shakar chiqdi. Endi solishtirish uchun shakarli kolani ham tekshirib ko'ramiz. Oddiy kolada 12 gram shakar chiqdi, xuddi ishlab chiqaruvchi yozgandek. 15 gram yozgan, 12 gram chiqdi o'lchamimizda. Hozir buni vizual ham ko'rsatib beraman. 0.5 kola ichganingizda qancha shakar iste'mol qilasizlar va shakarsiz kola ichganda qancha shakar iste'mol qilasizlar. 0.5 kola ichganingizda 13 qoshiq shakar ichar ekansizlar qo'shib. Shakarsiz kola ichganingizda ko'rib turganingizdek shakar yo'q, shakar ichmaysizlar. Shakarsiz va shakarli kolaning farqi mana bu shakarda.